bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Men endi bildimki, odamlarning ulug'liq intilishning sababi har bir insonning qalbida aslida ulug'liq mavjud bo'lganligida. Ulug' ishlarga havas qilish, boshqalarning ulug'ligini ko'rish, ulug' odam bo'lishga qaraganda ko'p osonga to'xtaydi. Chunki ulug' odam bo'lish uchun vaqt sarf qilishga, uzluksiz tirishishga, o'zini kontrol qilishga va qurbonlik berishga to'g'ri keladi. Mana bu sening nimishqa bir oddiy odam ekanligining sababi. Sen hamisha faqat birli ishni qilasan, har kuni shu bir xil xizmatni takrorlaysan, hayotingdagi har bir kunni o'xshash o'tkazsan, turmushingda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Asli sende bar bo'lgan hamma narsa shundoq alohida va qoltis edi. Lekin sen o'zing oddiylikni tanlab turib olding. Maktabga chaqirganda o'rganish natijang odatkicha bo'ldi. Xizmat o'rnida xizmatga natijangmi odatkicha bo'ldi. Xuddi sen qilgan barliq odatkicha ishlarga o'xshash. Bu sen qilayotgan ishlarning oddiy bo'lganligidan emas, balki o'zining shu ishlarni oddiy qilishini tanlaganligidan bo'ldi. Sen nimishqa oddiy odam bo'lishni tanlaysan? Bu balkim atrofingning oddiy odamlar bilan to'shib ketganligidan yoki sening oddiy odamlardan muhitida cho'ng bo'lganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Balkim sen bir odatki maktabda o'qishing mumkin va yoki bir odatki shirkatda ishlaydigansan. Shunga sen oddiy odam bo'lishni tanlading. Shunga yuragingdagi intilishingga qarshi yo'lda menishni qaror qilding. Hech kim sen uchun qayg'urmaydi. O'zingga faqat o'zingning ichi og'riydi. Mana bu kishilar muvaffaqiyat qozonmagan vaqtda ularda bo'ladigan tipik psixikalik holat. Ular o'ltirib o'z-o'zini ayiblaydi. Ham yana boshqalarning ichi og'ritishiga va g'amxo'rlikqa erishishni ta'min qilishadi. Lekin ular bu tragediyalik taqdirdan qutulishni aslo xohlamaydi. Shuning bilan ularning texmi nasib bosadi. Chunki muvaffaqiyat hamma odamga nasib bo'lavermaydi. Ojiz va qo'rqinchoq kishilar muvaffaqiyat qozonolmaydi. Muvaffaqiyat aniq nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Nurg'ulg'an odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor deb o'ylaydi. Amaliyat hech kim senga qarzdor emas. Navoda oddiylikni olib muvaffaqiyat qozongan bo'lsa, muvaffaqiyat uchun qo'rqmay olg'a bos. Muvaffaqiyat oldinda. Navoda sening munavvar bo'lishga jur'ating bo'lsa, sen cho'qim bir ulug' odam bo'la olasan. Musobiqani o'ynasang ko'ngil qo'yib o'yna, bo'lmasa o'ynamaydi qo'y. Navoda faqat 100% emas, 120% tirikchilik ko'rsatsang, hayoting to'lim qolib o'tgan bo'ladi. Taqdirning kaynidan yugur, uning qadamlariga yetishmoq. Taqdirning kaynidan yugur, uning yetishilish uchun qadam ol. Taqdiring uchun yugur, uning uchun olg'a bos. Taqdiring uchun tirish. Chunki muvaffaqiyat hargiz osmondan tushmaydi. Muvaffaqiyat qozongan bo'lmasa, o'tinay, boshqalarning yo'lini bosimi to'sima. Chunki dunyoda taqdirni o'zgartirish uchun tirishayotgan nurg'un kishilar bor. Ular dal orzu armonini qo'g'lishib, yugurishni xohlaydigan kishilardir. Kallamızda faqat voz kechish yoki uzluksiz davomlashtirishdan iborat ikkala o'y bor. Sendan shuni so'rag'im kelyapti. Sen o'zing ishonamsan yoki haqning senga bergan bahosig'imi? Men nishonining aniq ham mustahkam bo'lishini, har kun sahar uyg'ongan chog'ingda orzuyingni amalga oshirish uchun yana bir qadam ilgarilishingni umid qilaman. Mush yosh kirguncha biror ishni ta'virtanmagan bo'lsam-mu, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yugurishni boshlayman. Men to'liqsiz o'tirdi biror natijaga erishamadim, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yuguraman. Men to'liq o'tir hayotimni behuda o'tkazib o'tdim, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yuguraman. Mushundoq gaplarni anglagan chog'ingda sening cho'qim tirishqin keladi. Qalbingga yoshirilgan sadoni anglagan chog'ingda o'tmishingdan qutulib chiqish fursatini bergan shu kunda hargiz bo'shonlik qilma. Yurak qalda taqdirining kaynidan yugur degan edi. Tez bo'l, jinining boricha yugur. Tez yugur. Anglayapsan? Yugur, taqdirining kaynidan yugur. Tez uni qo'g'lash, uni qo'g'la. Hargiz qishil bo'lma. Uni tez qo'g'la. Balkim sen mendan egiz, mendan yo'g'on, mendan kuchli tursan, lekin men tirishyapman. Mayli qancha uzun vaqt ketsin, oxirida muvaffaqiyat qozonay yoki qozonmay, men yanada janining boricha tirishyapman. Sen qancha tirishgan siri qiyinchilikning senga bashak tusganmaydi. Turmushdagi har qanday bir ish shundoq. Bugunning hayotindagi eng oxirgi kun deb turib tirishqin. Men 100% emas, 120% tirikchilik ko'rsatib berishgan bu turmushimga loyiqman. Men orzu yo'lida jabot tortishga rozimanki, hargiz nishonsiz odam bo'lmayman.
Arzuyumga yetamisanmi? Uning uchun cho'qim tirishchilik ko'rsatishga rozimanki, hargiz qiyinchilik vahimisini keyniga yanmayman. Men hayotga bog'liq mag'lubiyatlarni tetib beqishga rozimanki, hargiz hech nima qilmaslik sababidan afsuslanishni xohlamayman. Men hargiz navoda ayni vaqtda yanama ozroq tirishgan bo'lsam, hayotim qanday bo'laydi deganda xayollar bilan yashashni xohlamayman. Mayli qanchalik qiyin bo'lsin, men cho'qim orzuyim uchun tirishman. Men hozir arzu yo'lida muvaffaqiyat qo'g'lishib yuguryapman. Men taqdirimni qo'g'lishib yuguryapman. Sen herkes takdirini keyinde ilgilemey tuyuversen bulmaydı. Takdirinin keyinde nemi kılışını bilmey kılıversen bulmaydı. Sen takdirin için bütün sürüyetin bilen yürür. Yürür. Koğla. Muvaffakiyetli koğla. Tez onun keyinden yürür. Onu tez koğlaş. Tez yürür. Herkes hıçılmama. Yürür. Tez yürür. Oldindagi to'salg'ularni bosib o'tsan, keyningda qo'g'lab kelayotgan peshkanliklardan qutula olaysan. Barliq vaqtingni keyningda qolgan ishlar uchun isrof qilib etma. Chunki sen har qancha qilsangmi o'tgan ishlarni hal qila olmaysan. Sening qilishga tegishli birdan-bir ishing olg'a qarab yugurish. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.